Bobo, nega sizni hamma xafa qiladi? Sizda ayb yo'q-ku. Beayb Parvardigor qizim. Balki meniyam aybim bo'lsa kerak. Shuning uchun Alloh sinayapti-da meni. Axir Alloh mehribon degandingiz-ku. Nega u sizni sinaydi? Alloh hammamizni sinaydi. Bu dunyo sinovli dunyo o'zi. Meniyam sinaydi, seniyam sinaydi. Oyiniyam, dadangiyam, buvingiyam hammamizni sinab, keyin o'zini mukofotini beradi. Qanaqa mukofot? Bu jannat qizim. Jannat. Baba, men sizni judayam yaxshi ko'raman. Voy o'zim masal qizim. Yaxshi